Uchuvchi skoriyaga mishat qilyaptimi shu joy? Yo'q, boshqaruvchi o'zini o'zi boshqaradi. 1 minutga mumkinmi? Ismim Ulug'bek. Siz kim bo'lib ishlaysiz aka? Xabar bersangizmi, mana shunaqa noqonuniy qurilma bo'lyapti. Xabar berishim kerak. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi ko'p qavatli uylardan foydalanish tartibiga rioya etilishini o'rganib chiqdi. Tekshiruv davomida Shayxontohur tumanidagi Labzak dahasida mulkdorlar tegishli tashkilotlardan ruxsat olmasdan noqonuniy qurilish amalga oshirgani aniqlandi. Yana bir holatga guvoh bo'lib turibmiz. Ko'p qavatli uylarning pastki qismida joylashgan aholi uchun mo'ljallangan joylarda noqonuniy qurilma qurilib, bitkazilish jarayonida. Vaziyat bo'yicha izoh olish maqsadida uy egasining eshigini taqillatganimizda esa ular eshikni ochmadi. Agar joy mulkdori tomonidan eshik ochilmaganda, bizga javob bermaganda biz pochta orqali majburiy ko'rsatmani yuboramiz. Xolislar ishtirokida ko'p xonadonlikda yashovchi fuqarolar, ya'ni jabrlanuvchi sifatida fuqarolar ishtirok etadi. Biz oraliq dalolatnoma tuzamiz va oraliq dalolatnoma asosida ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Holat yuzasidan boshqaruv servis kompaniyasi xodimidan izoh so'radik. Bizga kiritilmagan bu. Boshqaruvchi o'zini o'zi boshqaradi. Qurilish qonunan taqiqlangan bo'lishiga qaramay, mazkur xonadonda yashovchi ayrim fuqarolar qo'shnisini ishini ma'qullab, inspektorlar faoliyatiga nisbatan norozilik bildirishdi. Mana shu 18-domda yashayman. Hozir nima e'tirozingiz bor sizga bu holatga? Endi shuncha chiroyli qilib qo'yishdi, kelib ko'rib hayron bo'ldim o'zim ham. Xabar bersangizmi, mana shunaqa noqonuniy qurilma bo'lyapti. Xabar berishim kerak. Agar qo'shni masjidga mahallaga qarayapti, chiroyli qilib qo'yapti, nima men xabar berishim kerak? Tepadagi fuqarolar hammasi podyezddagilar protokol asosida biza rozimiz deb qilib bergan. Garchi ayrim qo'shnilar qo'shimcha qurilmalarni ma'qullagan bo'lsalar-da, o'tkazilgan o'rganishlar bunday qurilishlarni aholi hayoti uchun xavf tug'dirishini tasdiqladi. Shu sabab mutasaddilar noqonuniy qurilishlar nafaqat texnik xavfsizlikka, balki barcha xonadon egalarining manfaatiga ham jiddiy tahdid solishini eslatib, nazorat tadbirlari qat'iy davom ettirilishini bildirdilar. Xonadon egasi mulkdorni topolmadik. Mulkdorga Ma'muriy javobgarlik kodeksining 159-modda 3-qismi bilan hozir bayonnoma rasmiylashtirib, majburiy ko'rsatma beriladi bartaraf etilish bo'yicha. Hozir bu holatga 1 oy muddat beramiz. Millar bir oy o'tib ushbu masalaga yana qaytadi va vaziyat qanday o'zgargani haqida batafsil ma'lumot beradi.